الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Hürmetlik qarindoshlar, bugungi darsimiz Ulgimiz kim degan temadagi darsning 8-qismi. Bu darsimizda Nabi va mursal payg'ambarlarning eng kattasi bo'lgan va eng afzali bo'lgan, eng isili bo'lgan Muhammadun Mustafa sallallahu alayhi va sallamning tug'ilishi va tug'ilgandan keyin risolat vazifasi kelish oraliqidagi ba'zi bir ahvollar haqida to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilish tarixi tarixshunos olimlarning inchikilishiga, tadqiq qilishiga asosan miladiya 571-yili 4-oyning 20 yoki 21 yoki 22-kunisi deb bayon qilinadi. Bu hijriya yiliga solishtirgan vaqtida kun farqi. Ba'zi tarixiy kitoblarda 20 deb yozadi, ba'zi tarixiy kitoblarda 21 deb yozadi, ba'zi tarixlarda 22-kuni deb yozadi. Hijriya fil yili deb ataladigan yilda tug'ilgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Hamda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tug'ilishdan keyin birinchi qitim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni quchqiga olgan ayol Umma Ayman, ya'ni Barira asli ismi Umma Ayman deb atalgan. Bu ayol Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning dadisi Abdullahning dediki edi. Bu ayolni taki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam cho'ng bo'lgan qadar xili bir mazgilgachilik shu Rasululloh bilan birga yashaydi. Shu mazgillarda Rasulullohni boqdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'zining onasi emitdi. O'zining onasidan keyin ikkinchi qitim emitgan ona Suvayba ismli bir ayol. Bu Suvayba Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Abu Lahab degan tog'isiningki ozod qilib atgan dediki. Bu ayol emitgan. Endi bu yerda arablarda bir ko'z qarash ideya bo'lib, shu davrlarda shaharlik arablarda bu bolalarni sahrolarda cho'ng qilsak, so'zlash qobiliyati, jismoniy jihatdagi iqtidorini aytib, layoqatlik cho'ng bo'ladi deydigan bir ko'z qarash bor ekan. Shaharning bolalari bilan sahroning bolalari jafo mushaqqatga chidash, issiq sovuqqa chidash ahvolida o'xshamaydi. Sahroda yaxshi cho'ng bo'ladi, biroz har jihatdan yetarlik darajada, kuch-quvvatlik darajada cho'ng bo'ldi deb qaraydi ekan. Mushu sababdan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tug'ilgandan keyin cho'ng dadisi Abdul Muttalib degan kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga inek onasi izlaydi. Birarsi imitib pas bo'ladi buni sahrolik ayollardan birarsi deb inek ona izlaydi. Mushu paytlarda Said Bani Bakr qabilasidan bo'lgan ba'zi ayollar, ya'ni bir turkum ayollar Makka shahriga imitadigan bola izlab keladi. Bola izlab kelishidik sabab nima deganda, bu ayollar shu kishilarning, ya'ni shaharliklarning bolalarini imitib berish orqali ozdir ko'ptir shularning ota-onalari bergan iqtizot bilan o'zining turmushini qamdamoqchi. Chunki sahro yerlarida qiyinchilik, ziroat yaxshi bo'lmaydigan ahvol bo'lganlikdan ularning ota-onalari ozdir ko'ptir bir narsa bersa, shu orqali oilamizni qamdaymiz degan maqsad bilan shundaq shaharga kelib, bolalarni ekitib, imitib akab beradigan bir ish bor. Bularning ichida Halima deydigan bir ayolmi bor edi. Bu Halima o'zininki Said qabilasidan bo'lgan ayollar bilan birlikda kelgan ahvolini tushuntirib shundaq deydi. Biz bir turkum ayollar birga yo'lga chiqdik. Bizning oilamiz, ahvolimiz nihoyat yaxshi bo'lmaganlikdan uruq bir qo'tri eshkimiz vardı, shu eshakka minib mangdim deydi bu ayol.
Qağanlar iştik ketidi, mening eshigim iştik mangmaydi, mush sababdan o qağan ayollarni ancha-muncha o'ding'ishib, sen nima ishtik mangmaysan, bizni keyin qo'yding deydi. Mushundaq holatda Makkaga yetib keldik. Makkaga yetib keldik qo'yo, boshqa ayollar mendan sal ilgirlab ketdi. Oldiroq ketib qoldi. Ular mahallalarni cho'gilab yurib, imitadigan bolalarni tepib bo'libdi bu oraliqda. Shuning bilan men keyin qoptiman deydi bu ayol. Men izlashga boshladim. Oxiri izlab Muhammad ismlik sallallohu alayhi va sallam. Bu balani topdim. Bu bala man qopdi. Bu balani men tepishdan burun kelgan hamma ayollar bir qo'r ko'rgan ekan. Boshqa ayollar bu balani yetim bola ekan bu. Dadisi yo'q ekan, dadisi olmagan ekan, bizga yaxshi bir narsa berolmaydi deb bu balani hech kim olmagan ekan. Bu bala man qopdi deydi bu ayol. Shuning bilan men muammadim bu balani. Bu yetim bola ekan, hamda bizning maqsadimiz oilamizni qamdash, turmushimizni bir az olsun bir qamdash maqsadi bilan bo'lganlikdan bu yetim balani baqsaq biz narsa berolmay qolsa, shuning bilan bizning maqsadimiz hosil bo'lmaydi ekan, hal bo'lmaydi ekan degan niyat bilan men muammadim. Oxiri shu Muhammaddan sallallohu alayhi va sallam boshqa bir bola topolmaganlikdan bu balani olib qoldim deb bu Halima Sa'diya bu shaklda tushundirdi. Bu ayolninki yana bir o'g'li bor, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan tang emgan yana bir o'g'il bola bor hamda. Bu o'g'il bolaga sut chiqmay, nayt yig'lab bola yig'lab bergandan keyin bu opining toza uyqusi joyida bo'lmagan, mushundaq bir ahvolda edik. Muhammadni akeldim sallallohu alayhi va sallam. Shuning bilan bu sut shundaq chinqilib ko'ksimdan sut chiqishga boshladi. O Muhammadmi to'ydi sallallohu alayhi va sallam. Yana bir o'g'limmi to'ydi. Kecha men munoyati xotirjam bir holatda, rohat bir holatda uxladim deb bu Halima mushu voqelikni mushu shaklda tushundirdi. Endi bu yerda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamninki yetim ekanligini hammaylar ko'rdi hamda. Bu amaliy bir ahvol. Yetim bola edi dedi. Vaholaniki bu Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam butun dunyodagi haqiqiy yetimlarga ega bo'ladigan, bosh panoh bo'ladigan bir zot ekanligini hech kim bilmaydi. Ularning bilmasligi normal bir ahvol edi. Shu sababdan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni yetim degan bir ko'z bilan qaradi. Vaholaniki u yetim bola boshqa ayollarning topgan bolalarning hammasidan barakatlik bo'lganligi kun ichida isbotlandi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni bu ayol abkit jarayonidagi tarixlarni Ibn Ishoq deydigan rahimahulloh bu kishi bu tarixlarni nayt inchiki tushundirdi. Endi bu yerda bu ayol boshqa Said qabilasidan bo'lgan ayollar bilan qaytish jarayonida hiliqi Mong'ol unmagan eshak hamma uloqlarning hayvonlarning oldiga chiqib nayt ishtik minib ketganligi. Qolgan ayollar sening bu biz bilan birga kelgan eshking shu emasmi, nimandaq bek mangdigan bo'lib ketdi deb shundaq deb so'rgan vaqtida bu ayol deydi-ki, bu yerda bir barakatlik bir buvoq bor, men bu buvoq erishdim, shuning xislati bu deb shundaq degan. Bu ayol shu oqshimida bilgan buni. Bu ko'ksida chinqilib darhol sutlar chiqqan va iliqi sut chiqmaydigan tugiga eri minib kelgan bo'lsa kerak, erimi birga kelgan, u tugidimmi shu vaqtda sut chiqishga boshlagan. O ayol deydi, men bu sutni ichib qandim, erimmi ichdi, ballarmi mening sutimga qandi, shuning bilan nayt rohat xotirjam bir uyquda uxladik deb tushundirdi va keta vaqtida mu shundaq bir xotirjamlik holatda boshqalarga nisbatan nayt yaxshi bir xil holat yetib qolganligi. Endi bu yerda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni bu o'zining qabilasiga apag'andan keyingi ahvolda Halimaning oilasining qo'ylari davomliq attigini chiqib ketib, oqshimi qaytib kelgan vaqtda qo'saqni ayt to'q holatda qo'ylarni sig'ib ishkil oldigan shundaq bir xil holatda keladiganligi. Mahalladagi xulum qo'shnilar o'zining podachilarini tashkillab, sen buni nima shu Halimaning qo'yini boqqan yerga olib bizning qo'ylarimizni boqmaysan deb shundaq tashkilganligi. Shundaq bir ahvollar so'zlanadi. Va shuningdek shu Halimaning oilasidagi qiyinchilik, yo'qsizlik, qahatchilik shu vaqtdan boshlab tugaganligi. Rasulullahning barakati bilan bu masalalar yaxshi bo'lib ketgan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam kichik bolalar bilan, qo'zilar bilan o'ynab o'tadi, qo'zlarni qo'g'lab o'ynab o'tadi. Shu vaqtida bir qalbini yerishdan iborat bo'lgan bir ahvol yuz berdi. Buni Imom Muslim o'z kitobida bayon qiladi.
Anas ibn Malik radıyallahu anhu şundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qışığı Cibril aleyhissalam geldi ve o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka balalar bilen birlikte oynap atqan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni şu vaqtda jiqitdi, qalbini yadi, qalbidan bir kallak qon parçasını chiqarib etdi. Ondan keyin Cibril aleyhissalam dedi, bu şeytanның sendeki bir nasibisi idi. Deb şundaq dedi. Ondan o qalbni oltundan bo'lgan dasqı silip zemzem suyu bilen judi. Ondan o qalbni tengib bir-biriga juplab qo'ydi. Ondan o qalbni o'zining joyiga qo'ydi, yurakni o'zining joyiga silib shundaq qilib qo'ydi. Buni ko'rgan kichik vallah darhol hiliqi inik onaninki qishig'i jug'urib kelib Muhammad o'ldirildi degan bu xabarni yetkazdi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni imitayotgan Halima ve Halime'nin eri bu ikisi derhal jug'urib kelib qarasa Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'nin chiroyi tatırıp ketken. Buni ko'rib derhal quchoqqa elib balam nima bo'ldi sanga desa, mushundaq kishi keldi, mushundaq meni jiqtib bir ishlarni qildi, bir narsani tashlab etdi, qolganini men bilmayman deb Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem bu şekilde tushundirgan. Endi bu yerda Anas radıyallahu anhu deydi, men jibning asrini mushu Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'ning qalbidagi mushu jibning asrini, jingnining asrini men ko'rdim deb shundaq deydi. Mushu Rasulullohninki mushundaq qarasam, jingnining asri ko'rilib turadi. Mushundaq bir iz asar bor edi deb shundaq deydi. Endi bu ig'izdan ig'izga mushundaq bo'lib ta ki bizning davrimizga hamda keyin Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem o'zi hadis shaklida bu ahvolni tushundirgandan hadis shaklida keladi. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem mana mushu ahvol bo'lganga qadar risolat kelgan qadar boshqa kishilarning ig'izida mana shundaq bu bolaning qalbi yerilgan degan bir ilqi noma'lum bo'lgan kishilar tarafidan nihoyat qiziqarli tuyuladigan bir shaklda ig'izdan ig'izga ko'chib shundaq kelgan masala. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'nin qalbining chiqirilib, bunun ichidagi bir parcha go'shtning tashlab etilib, qolgan qismi pokiz yuyilib, undan keyin joyiga sap qo'yilganlik bu Rasululloh alayhi ve sellem mushu dunyodagi keladigan barliq insoniyatga ulgu edi. Bu kishi mushundaq bir pok qalb bilan hasaddan, riyoxo'rlikdan, otkachilikdan, manmanchilikdan, çoğunçılıktan, yalğançılıktan xali bo'lgan mushundaq bir sağlam, sap qalb bilan bo'lganligi uchun bu kishi ulgu bo'lib dunyoda o'tdi ve biz hozirgi kelguchilik shu kishidan o'ginimiz deyapmiz. Robbimiz jalla va alamu faqat shu kishini ulgu qilinglar deb bizga ko'rsatib berishdik sabab nima desa, mana bu ulgu mushundaq pokiz, sap bo'lganlikdan mushundaq bir ulgulik rolni o'ynagan. Mayli oila uy tutish olsun, mayli davlat boshqarish olsun, mayli askeriy intizom masalalari bo'lsin, mayli adab, axloq masalalari bo'lsin, har qandaq bir ishlarda Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ulgu qilsa, to'g'ri topgan, to'g'ri qilgan bo'ladi. Endi iningdan boshqa insonlar masalasi kelgan vaqtida, iningdan boshqa insonlarning qalbimiz yuyilib, tozalanib Allah evetken perişteler tarafından kalbimizdeki yaman narsalar çıkarılıp ketmegendan keyin biz ulgu bo'lib bir yerlarga kelgan vaqtida bir xatolik bizda bo'lib qolishi mumkin. Niyetimizde bir oliliq bo'lib qolishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem mutlaq yani umumyuzlik ulgudur. Hamma jihatdan ulgudur. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'ni ulgu qilmaydiq deydigan insonlar bo'lib qolsa, bular xatolashgan bo'ladi. Shuningdek Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellem'ning hayotidagi etrafidagi ergashgan sahobalarning hammasi mana shundaq e'tiqodda ideyada bo'lgan va biz shu e'tiqodda shu ideyada bo'lishimiz bizningki qalbimizdagi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan iymon masalasi. Ba'zi kishilar degandek Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bir turkum musulmonlar iloh qatorida qo'yib oladi yoki ilohlashtirib oladi desa, bu to'g'ri bo'lmaydi. Albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellem'ge ishqi muhabbati bo'lgan, haqiqiy chin qalbidan so'ygan, shu zotga ergashgan bu kishilar Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'ning davrida nihoyat ochiq oshkor bo'lgan edi.
Nurgun sahabiler boğan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafından ketenmeydiğen, Resulullah vefat bolup ketkenden keyin mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem destigen tuğan, mangan jaylardan arılmay davamlılık şununga qarap turdigan, şu yerda boğan, muşundaq bir sahabiler boğan. Muhabbette Resulullah'a boğan bu işq muhabbetini tasavvur qılıp bolmagıdek muşundaq işq muhabbet boğan, şundaq sahabiler boğan. Şu devirde Kur'an-ı Kerim'ni nayet yaxşı düşünüdigan, Allah'nın ki buyruk emir fermanlarını yaxşı düşüngen şu sahabilermi sen müşrik oldun demegen. Elbette bir mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni ilahlık sübte kötürüp olmaydı. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni bütün ehli cihanga, bütün dünyaga rahmet kılıp evettik. Rabbimiz Celle ve Ala bu şekilde bildirdi. Hakikaten bu rahmet sözü rahim şefkat, mehr muhabbet, köyümcallık degendek muşundaq ma'nalarni o'z ichiga oladi. Müslüman, İslam ümmeti bir-birimizga hoş yakmaydigan, bir-birimizga mehribonligimiz tugab ketayotgan, muloyimligimiz tugab ketayotgan, manfaat chiqmagan vaqtida bir-birimizga yaqin kelmaydigan, sig'inishmaydigan mushundaq bir davrlarda Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ning mehribonlik sufatidan o'g'inish, muloyimlik sufatidan o'g'inish, xolislik sufatidan o'g'inish, to'g'ri ideyalarda, to'g'ri niyatlarda bo'lishdan iborat bo'lgan bu xislatidan o'g'inish, davomliq ummatning g'amini yeydigan bu xislatidan o'g'inish, davomliq ojizlarning, fiqirlarning, miskinlarning tarafdori bo'ladigan xislatlardan o'g'inish mana bu islom ummatini yaxshilik yetaklaydi. Endi biz qalbimizni tozalash masalasida qanday tozalaymiz? Resulullahning qalbi bunday shaklda tozalanibdi. Haqiqatan bu qalb nihoyat xatarlik. Arabchada bu qalb degan o'rilish degan ma'noni ifodalaydi. Endi bu qalb davomli cho'rilib turadigan narsa. Hali to'g'ri turgan, xolis bo'lgan bir niyat bizdamning ichida buzilib ketishi mumkin. Bu buzilib ketib turadigan mushundaq qalblarni qanday saqlab turamiz degan vaqtida Allohning qudratlarini tafakkur qilish, Allohning ki bizga bergan ne'matlarini tafakkur qilish, Alloh tushirgan oyatlarni tilovat qilib turish, zikrlarni ko'p aytish, fazkuruni azkurkum, meni eslasanglar men sizlarni eslayman deydi Rabbimiz Celle ve Ala. Davomli Allohni eslab turish. Endi bu yerda zikr degan, bu yerda zikrninki tasavvuf ahlining tushunchasida ma'lum bir labzalarni zikr deb qaraydi. Tasavvuf olimlari. Umi zikr. Ammo bu zikrninki yana bir tarafi nima deganda, mush Allohninki yaratgan narsalarga qarab turib, davomli Allohning qudratini eslash. Osmonga qarab turib Allohni eslash, zaminga qarab turib Allohni eslash, dengizga qarab turib Allohni eslash, daraxtlarga qarab turib Allohni eslash, havoni tushunib Allohni eslash, shamolni, o'tni va shuningdek barliq Allohning mahluqotlarini tushunib shu haqda fikr yurgizib, zodi bu nim bo'ldi, qanday qilib yaratilib qoldi degan narsalarni o'ylab turib, tafakkur qilib turib, tasavvur qilib turib Allohni eslash, bu shuning hammasi zikr. Va shuningdek o'zimizning har bir inson o'zimizning yaratilishimizni eslab turib Allohni eslash zikr. Mana bu shundaq zikrlar orqali va istig'forni ko'p o'qish orqali, ko'p istig'for o'qib turish orqali biz o'zimizning qalbimizni o'zimiz ma'lum darajada saqlab qola olamiz. Agar tövbe istig'for o'qimasak, zikr tasbih o'qimasak, Qur'oni Karimning tilovatidan jiroqlashib ketsak, diniy dars, suhbat va imonlashish so'rinlaridan davomli qechib tursak, hozir men yaxshi etdim deyotgan bu qalbimiz shayton tarafga bizni tortib ketib qolishi mumkin. Resulullahning qalbi mana bu xafalıqdan xoli bo'lgan, sap bo'lgan, ammo bizning qalbimiz bu alaqa, ya'ni bu kollek qon ilib tashlab etilmaganlik uchun bu bizning qalbimizda bor degan gap hamdi bu. Mushu kollek qon, mushu shaytonning nasibisi har bir insonning qalbida bor bo'lsa, bu nasibe davomli shayton tarafga tortib ketib qolishi mumkin. Buningdan qutulishning, buningdan o'zimizni qo'g'dashning yo'li nima deganda davomli Alloh tarafdori bo'lish. Mush yaxshi ishlarni ko'p qilish, bo'libmi Qur'oni Karim tilovatini, Qur'oni Karimning ma'nolarini tafakkur qilish orqali o'zimizni saqlab qola olamiz. Rabbimiz Celle ve Ala ezib ketib qilishdan, to'g'ri yo'ldan chetnab ketib qilishdan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning, sahobalarning, tabiinlarning yo'llaridan chetnab ketib qilishdan bizni o'z panohida saqlasin. O'zimiz bilib bilmay xatoliklarni to'g'ri deb to'nib qilishdan, yaman ishlarga yaxshi ko'zimiz bilan qarab qilishdan Rabbimiz Celle ve Ala bizni o'z panohida saqlasin.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله، يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول